Aziz do'stlarim, bir xondan jidoyi savol va javob mantiqiy ohangdara Qarg'ay Dilbar soyidan shaxsan Navijonda o'z farmoyishiga taqdim bo'ladi. Yinog'asi Zubayr Ahmadjonda ham farmoyishi bor. Albatta bu she'rni yozgan yagona mashhur ustoz shoirim shoir Boboddinjonni yozgan she'rlari bilan o'qiymiz. Muhibulloh Dilso'zni ovoziga. Ay bevafo dilbarim meni tanho tayladi, taqdiri ko'z yoshimda zori girgan hayladi, g'amlarga hasil qilib hol purayshon hayladi, g'amlarga hasil qilib hol purayshon hayladi. Ay Navijon sevgilim yig'lamay ko'zingiz yoshlab, chorasiz men hayrildim sizni maydonga tashlab, yurolmayman shul bilan endi ko'nglimni xushlab, yurolmayman shul bilan endi vaqtimni xushlab. Ne qilay Navijon men hojiz bechoraman, judolikda qilidan jigaring satvoraman. Agar olmoqchi bo'lsangiz sizga qochib boraman, agar olmoqchi bo'lsangiz sizga qochib boraman. Qochib kelmoqchi bo'lsang nega havola aytmading, mani yorim bor deb sovchini rad etmading. Menga bergan so'zingga bugun sen to'xtalmading, menga bergan va'dangga bugun sen to'xtalmading. Albatta shu raqam toza judoyi g'amgin xonalarda o'z hamkorim shoir Boboddinjon taqdim qiladi. Kishining WhatsApp raqamlari 2098 930 78 96 476 shumorani unutmangizlar. Navijonda o'z farmoyishiga. Men sizni sevgan edim o'zim joni dilimdan, ozod qilgan meni Navid meni zulmdan. Ahvolim battar bo'lgan ay sevgilim o'limdan, ahvolim battar bo'lgan ay sevgilim o'limdan. Menga sen azob berding, sen ham azob ko'rasan, ustingga xotin olsa navkar bo'lib yurasan. Shul vaqt meni yod qilib g'amgin bo'lib o'ldirasan, shul vaqt meni yod qilib g'amgin bo'lib o'ldirasan. Har raqam gaplar aytib jigar ham qilmayman, havosim bor siz bilan birga davron surgani. Xushol bo'lib yuraman sizni bilan bir kuni, xushol bo'lib yuraman sizni bilan bir kuni.